Rostini aytsam, oldinlari sevgi menga umuman begona edi. Hatto muhabbat nimaligini ham bilmasdim. Ammo men bir kuni bir qizni uchratib qoldim. Uni ko'rganimdayoq yuragimda allaqanday hodisa ro'y berdi. Uni tim qora ko'zlardan ko'zimni uza olmay qoldim. O'shanda bunday ahvolga birinchi marta tushishim edi. Har tong uyg'onishim bilan uni ko'rish ilinjida u tomon shoshardim. Agar shularning barchasi sevgi bo'lsa, ha, men haqiqatan ham sevib qolman. Lekin uni sevib qolganimni hali u qiz bilmaydi. Men uni qarashlarini sevaman. Men uni kulishlarini sevaman. Men uni tunlari yongan yulduzlar misoli tim qora ko'zlarini sevaman. Faqat va faqat uni sevaman.